Azizlar, mana kunlar isib, havolar isib, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Kimda tomoq yo'li shamollashlari bo'lsa, aytaylik astma, bronxit, balg'am yaxshi pishmayapti, ko'chmayapti, surunkali nafas yo'llari kasalliklari bor. O'pkagacha o'tib ketgan shamollashlar bo'lishi mumkin. Buni ayni hozir davolaydigan payti. Demak, qaranglar. Mana zufo o'simligi. Bir choy qoshiqni bir bokalga damlab kechasi, ertasi kuni damlab suzib olib ichib yuriladi. Buni bir oy ichasiz, har kuni yoki 20 kun. Yo 20 kun yo 30 kun ichgandan keyin 15-20 kun dam olib, islandiyskiy mo'qni ham xuddi shu tartibda ichasiz. Orada 20 kun dam olish. Endi mana bu otquloq otquloq. Mana bu ilon tili, ya'ni podorojnik. Mana bu lapuq. Shu uchala o'simlikda juda ko'pchilik farq qilmadi. Oxiri uchalasini bitta joyga yulib keldik. Mana bu sveji lapuq. Lapuq o'simligini bargi. Yoshroqlari bu barrasi. Mana bu ilon tili, zupturum. Baqa yaproq, ilon tili, zupturum degan nomlari bor buni. Kitobda zupturum deyiladi. Mana bu. Mana bu otquloq. Otquloqni somsalarga ishlatiladi, qon to'xtatishda ishlatiladi, oshqozon ichak yazvalariga ishlatiladi. Buni xususiyati kam, asosan somsalarga. Doriligi kam buni. Endi kimda bronxit, astma, anginalari bo'lsa, yo'tallari bo'lsa, yaxshi shifo topmayotgan bo'lsa, ertalab soat 5 bo'lsin, 6 bo'lsin, mana shu zupturumni ozginadan og'ziga solib, sekin chaynab turib, suvni asta sekin yutib, xohlasa yarimtasini yeb tugatadi, asta sekin xohlasa bittasini. Bu yarimtasi yetadi. Har kuni bajaradi 15 kun. 15 kun saharda bitta yoki yarimta bakni so'rib, haliga ozgina paychalari qoladi ichida. O'shani tuflab tashlayveradi. 15-20 kun iste'mol, 10 kundan yana paftor, 2 kurs. O'zi bir kursda hayron qolasiz. Haligi zufo islandiyskiy mo'q ichilaveriladi, ilon tili yeb turiladi. Endi xuddi shuni bajarayotgan paytda lapuq, ya'ni qariqiz o'simligining bargini miyasarovkadan chiqarib, siqib suzib olib, so'kini ozginadan ichib va o'zini ezib turib, oyoq, bo'g'in, bellarga bog'lansa, bo'g'indagi hamma shamollash chiqarib tashlaydi. Mana hozir ayni bularni pishgan, yetilgan payti yursa qaytadan o'sib chiqaveradi va ayni davolanib, shifo topib, bu kasallikdan qutulishni yo'llarini oddiy, sodda qilib tushuntirib berdik. Bajaringlar, ilohim shifosini bersin.